Assalomu alaykum. Hozir. Mana sizmisiz? Tarazini olib chiqinglar-chi, menyu bilan bir. Keyin Muhammad aka, Laba. mana oshxona bizdan chiqib ketdi. Oshxona sizdan chiqqan. O'sha ta'minotchiga o'tgan bilamiz. Ta'minotchida bu. Hozir ta'minotchini aybini topshirib beradi, aybi bo'lsa. Aybi bor, aybi bor, aybi bor. To'liq bo'lsa bizga Ratsionda svejiy go'sht yozilgan, muzlatilgan go'sht emas. Beringlar. Assalomu alaykum. Yani O'zlari bo'lishi kerak ta'minot. 2026-yil 15-yanvar. Namangan viloyati Chust tumani, bizga kilogramingizni ko'raylik. Chust tumani Chiqsin. 42-bog'cha. O'tgan safar kelganimizda o'zimiz ogohlantirib ketganmiz mahalla uchun, to'g'rimi? Ham bo'lgan ogohlantirib. Mahalla raisi, Motor bo'lsa gapiringlar. fuqarolar. Bu o'zimniki. Misol bizni ertaga bizdan so'raydi. Ha, Tadbirkorni ham chaqiringlar. Chaqiraylik tadbirkor. Chaqiravering, farqi yo'q. Ratsionida chunki svejiy go'sht yozilganda. Mashincha go'shtni suyuq ichiga solamiz. Bir tog'ora to'rg'ab suyuq ichiga solib qo'ydik. shuncha. Ha, yo'q, bir mashinada to'rla. Olib tortamiz jey bo'lmasa. Yig'ishtirib tortamiz. Ha, shef. Necha kilo go'sht qabul qilib oldinglar? Kim qabul qilib oldi? Qo'yinglar-chi. Mashaqzoda opa. Sizmisiz? Mana hamshira vaqt cho'zib yuribdilar, go'sht tortaylik desak. Hamshira vaqt cho'zib yuribdilar, tarazini olib kelmay. 10 kilo 800 10 kilo 800 mana idishi bilan idishi bilan. 42-bog'chada qabul qilingan go'sht. Endi 200 gram. Qo'ying. Yo'q. 10 kilo 600 gram go'sht qabul qilinmoqda. Mana 200 gram chiqdi. 200 gram, ha. 800 gram edi, 200 gram malga. 10 kilo 600 chiqdi. Endi menga qara. Mana bu so'g'in menga. Mana 42-bog'chada Mana 13 kilo go'sht tortib olindi. Assalomu alaykum. Mana suyak. Mana Mana hamma suyagi. suyak. Ha, suyak bo'ladi, lekin. Hamma suyagi turibdi. Ha, yo suyagi ham bo'ladi. Mana. Komplekt tortganimizda 10 kilo 600 gram. Mana mudiramiz. O'pshi hozir bu yerda qolgani 10 kilo 600 gram narsa qoldi. 3 kilo bo'lganda 13 kilo go'sht solinyapti. Ya'ni tovoqchangiz 3 kilo go'sht olganda hozir 2,5 kilo chiqadi. Mayli, kesin izohini bersin o'zi. Kovlaylarchi ovqatni Qozondan. suyagini hozir olamiz. Olamiz, tortamiz hozir, opa. Suyagini ham tortamiz. Tortamiz. Go'shtini mayli 3 Go'shtini ham olinglar. Ha, gaplashdik. Ha, hozir kelyapti. Qozonda ham go'sht turibdi, o'rtoqlar. Olamiz, chiqib ketganiga olamiz. Yo'q, Chiqib ketganiga olamiz. Skidga qilib tashamiz chiqib ketganiga. Yaxshi, ta'minotchini chaqirasiz.